Oke, boshqa ortib yordingiz. Mashina olasizmi-yo'qmi? Mashina mana tayyor mashina, probegini ko'ryapsiz. 355 ming halol probeg. Matiz. Oke. 2006-yil mashinaga 355 ming. Oke, hozircha yangi Gentra olsangiz ham 1 yil yurgan Gentra ham 400 ming yuribdi. 355 ming o'zini. Gaz umuman qo'yilmagan. Mashinaning holatini ko'rib turibsiz, yaxshi yuryapti. Motor, korobka, hadoy, hamma narsasi yaxshi, oke. Mashina yaxshi lekin. Men aylanib keldingiz, mana chiroqlarni yoqib, chiroqlardir ancha diskoteka qilgan bo'lsangiz kerak. Nima bo'ldi? Oke, mashina olasizmi? Boshiga $350. Boshiga $350, 2 milliondan 20 oy. O'z pulingiz bormi? Men telefoningiz mana cho'nchagimda turibdi mana hali ham. Boshiga $350, to'g'rimi oke? $350. 20 oy qanchadan bo'ladi? 2 milliondan bo'ladi. 2 milliondan bo'ladi. 2 milliondan bo'ladi. Kas kelishtirib bermaysizmi? Yana qanaqa kelishtirishga xohlayapsiz, oke? Mashina tushib bering olaman, oke. 100 ming? 120 ming. 10 ming ham tushib bermayman sizga, oke? 100 ming tushib bering. Ukamga aytaman, hozir pul olib kelib beradi. Ayting, oke.